Xo'p, ozgina sabr qil, ozgina shukur qilgin. Qisqasi, yashamayman siz bilan. O'zim ishlab, o'zim pul topib, o'zim sayohat qilaman. Ajrashaman. To'xta, ajrashasanmi? Ha, ketaman, ajrashaman. Boshqa ko'zim ko'rinma. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohu akbar. Choy olib borgin, men borib futbol ko'raman. Xo'p. Meni ham ishlarim bor. Yuk kiyimlarni berib ol. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ajrashdimmi, ajrashdim. Endi bu yog'iga o'zim harakat qilishim kerak. Ishlayman. Xo'sh, yaxshi ma'lumotingiz bor ekan. Dushanbadan ish, oylik 3 million. 3 million kam emasmi? Boshimda yerim yo'q. Ikkita bolam bilan qiynalib qolamizmi deb o'ylayman. Ko'tarib bering, iloji bo'lsa, uyaltirib qo'ymayman, yaxshi ishlayman. 3 million beraman. Nima deganingiz bu? Ishing boshingdan qolsin. Haqqa boraman. Voy Abdulaziz, qalaysan? Tuzumsan? Ya Nargiz, qalaysan? Sinfdosh yaxshimisan? Qayerga ketyapsan? O'tir ketdi. Olib borib qo'yaman uni. Uyga ketayotgandim. Nargiz, nima gaplar endi? Eshitdim, hayoting bo'lmabdi. Shunaqasi ham bo'lib turadi endi hayotda. Siqilma. Ha, gapirma sinfdosh. Rosa siqilib ketdim, rosa bo'g'ilib ketdim. Shuning uchun nima qilish kerak endi? Ozgina toza havodan nafas olib kelish kerak. Xohlasang aylanib kelamiz ochiq havoga borib. Misol uchun toqqa borib dam olib kelsak bo'ladi. Abdulaziz, seni tushunmadim. Nima deganing bu? To'xtat mashinani. Noto'g'ri tushunma, u. To'g'ri ma'noda gapiryapman. Rahmat. Endi